O'qituvchilik bu nafaqat kasb, balki umrini bolalar ta'lim tarbiyasi uchun bag'ishlash demakdir. Har yili 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni ana shunday fidoyi insonlarga ehtirom ko'rsatish, ularning xalq va vatan oldidagi xizmatlarini qadrlash bayrami sifatida keng nishonlanadi. Bu yil ham an'ana davom ettirilib, ta'lim tizimida uzoq yillar mehnat qilgan bir guruh o'qituvchilar davlat mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Jumladan sohada qariyb 50 yillik tajribaga ega surxondaryolik Ra'no Pirmatovaga 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni topshirildi. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva tayyorlagan lavhada ustozning ibratli faoliyati haqida batafsil so'z boradi. O'qituvchi bu oddiy kasb emas, bu fidoyilik, sabr, mehr va donolik bilan yo'g'rilgan buyuk san'atdir. Bolalik chog'laridayoq muallim bo'lishni o'z oldiga maqsad qo'ygan Ra'no Pirmatova salkam yarim asrdan buyon o'quvchilari quchog'ida ilm nurini tarqatib kelmoqda. Har bir yurtda, har bir jamiyatda tarixni yozadigan insonlar bo'ladi. Ular baland minbarlardan so'zlamasa ham, shov-shuvli sahnalarda hayot kechirmasa ham, millat, yurt, jamiyat kelajagi uchun o'zlarining munosib hissalarini qo'shadi, yuraklarda o'chmas iz qoldiradi. Bu kasb egalari shak shubhasiz ustoz va murabbiylardir. Sherobod tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Ra'no Pirmatova ham ana shunday fidoyilardan biridir. Bitirgan o'quvchilarimiz hozir jamiyatning turli sohalarida ishlab kelmoqda. Xo'jayinim ham o'qituvchi, ko'p yillik o'qituvchi, rus tili fanidan dars beradi. O'g'lim mana psixolog o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Boshlang'ich sinf bu har bir bolakayning hayotiga ilk qadam. Shu qadam to'g'ri qo'yilishi, sabr bilan yo'lga solinishi uchun o'qituvchi qalbini butunlay bag'ishlashi kerak. Va bu yo'lda Ra'no Pirmatova minglab farzandlarning ilk harfini, ilk orzusini amalga oshirgan ustozdir. Maktabda bitirganda, o'shanda men pedagogika institutiga o'qishga kiraman deb o'zimga so'z berganman. Termiz davlat universitetini bitirganimdan keyin shu pedagog faoliyatim boshlandi. Hozir o'zimni hayotimda maktabsiz, bolalarsiz tasavvur ham qila olmayman. 2025-yil 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Ra'no Pirmatovaning hayotiy mehnati, yosh avlodni tarbiyalash yo'lida qo'shgan ulkan hissasi munosib e'tirof etilib, prezidentimiz tomonidan uning ko'ksiga sog'lom avlod uchun 2-darajali ordeni taqildi. Prezidentimiz o'zi tabriklab, juda samimiy gaplar gapirib, biz o'qituvchilar uchun juda ko'p imtiyozlar bergani uchun biz juda minnatdormiz prezidentimizdan. Bu orden shunchaki mukofot emas, bu 47 yillik mehnat, minglab yuraklarga singan nur. Shu bilan birgalikda Sherobod tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasining mehnatlariga berilgan e'tirofdir. Ra'no opaning 47 yillik mehnat tajribasiga ega. Bu 47 yil davomida qancha o'sha boshlang'ich sinf o'quvchilarini, harf tanimagan o'quvchilarni harf o'rgatib, qo'liga qalam tutib, shu darajaga yetishtirib, uchirma qildilar. Ustozlar, umrini bolalar kamoloti yo'liga bag'ishlagan muallimlar hamisha xalq ardog'idadir. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Surxondaryodan.